Meni eshitib turgan misol shumidi? Qani ketdik. Demak, berilgan misol quyidagi ishlanadi. 333 ni 332 darajasi ko'paygan 333 qilib olamiz quyidagi sonni. Plyusdan 333 ni 332 darajasi. Taqsim 333 ni 333 darajasi ko'paygan x teng 334 ga. Endi umumiy ko'paytirish qilib buni chiqarib olsak bo'ladi ikkalasini. Chiqarib olsak 333 ni 332 darajasi 333 plyusdan 1 qoladi. Taqsim 333 ni 333 darajasi ko'paygan x teng 334 ga. Bunga buni qo'shadigan bo'lsak 334 bo'ladi, ikkalasi qisqarib ketadi. Bizda endi bu esa ko'paytma bo'lib chiqadi. Demak, 333 ni 332 darajasi teng bo'ladi 333 ni 333 darajasi ko'paygan x. Asoslar teng tashlab yuboradigan bo'lsak 332 teng bo'ladi 333 kara x ga. Aynan x topadigan bo'lsak, bu baqa bo'linma bo'lib chiqadi. Demak 332 taqsim 333 degan holatga kelar ekan. Bizning denamiz javobi 332 taqsim 333 bo'lar ekan.